men bunaqa zo'r avtomobilni sizlarni tark etaman vaqtinchalik. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Captiva avtomobilimizga qilingan ishlar haqida sizlar uchun maxsus video tayyorlamoqchimiz. Avtomobilimizni to'liq kuzovini polirovka qilib chiqarganmiz. Salon qismiga to'xtaladigan bo'lsak, Malibu 2 rul o'rnatilgan. Old obshivkasini kadrga qo'yib yuboramiz. Avtomobilni plastik detallari yaltirab, shilinib qolgan edi. Biz bu avtomobilni mana shu holatga o'zgartirganmiz. Karbon dizaynidagi aquaprint xizmati to'liq qilingan. Salon interyer qismini ham ancha chiroyli holatga keltirganmiz. Bu yog'ini qora, bo'tlarini, aynan mana shu o'rta qismi ham juda ham chiroyli holatga keltirilgan va AKPPni atrofi ham karbonoviy dizaynga o'zgartirilgan. Avtomobil harakatlanganda ortiqcha ovozlar bo'lmasligi uchun shum izolyatsiya bilan ta'minlangan. Bu avtomobilimizni shovqinsizlantirishlik uchun hamma sabablar qilingan. Birinchi o'rinda zirillashni yo'qotishlik uchun folgali materiallar yopishtirilgan. Ikkinchi bo'lib to'pli izolyatsiya, ya'ni issiq sovuqni yaxshi ushlashlik uchun to'pli izolyatsiya materiallari yopishtirilib, zazorlari kakishlik chiroyli keltirilib, hech nimani qirmasdan, sindirmasdan yaxshi yechib, yaxshi taqib qo'yganmiz. Hammalarni ushbu xizmatlarga taklif qilamiz. Videodagi ma'lumotlarimizni aniq-taniq sizlarga yoqqan bo'lsa, bemalol boshqalarga ulashib qo'ysanglar, xursand bo'lamiz. Videoga like bosib, sahifamizga obuna bo'lishinglarni eslatib qolamiz. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.